Bizlar o'zimiz hamma o't qo'yganmiz. Otamiz, buvamiz hammamiz shundoq qo'y molcharonmiz. Molimiz bor, o'zimiz joyimiz bor, Kaltishor degan joyimiz bor. Shu pullar bilan qo'zi qirindigamiz. Qo'zi qirindiga joy olganmiz, qo'rg'a qilganmiz. Hamma narsamiz mijoz, magar suvimiz necha ro'zdan beri yo'q. Yomg'irning suvidan istifoda qilaydi, ish pullargacha suvimiz xalos bo'ldi. Shu ro'z daryoga endirdi Inorga. 3 ro'zdan beri kelamiz, ketamiz, shundoq suvimiz yo'q, xel mushkulgamiz. Yine bizlar qo'yimiz samon suvga keltiramiz, suvdan nari shavliga bir samon beramiz, to'yg'izamiz, so'raynapa joyimizga ketamiz. Kaltishor degan joy, qo'zi qirindik degan joyimizga o'rga yopilgan, barandalar qilingan. O'sha yerga javajaymiz. Kecha kunduz o'sha yergamiz, qishga men kelmayman. Qishdan beri shu yerga men javajayman, 2 yildan beri men o'sha yergaman. Bizlar bir 2 yildan beri shu yerga nima qilamiz desangiz, bexil, xushsolli, bexil, mana shu ro'zlar ko'p nima, yog'in yog'maydi, qor yog'maydi. Xeyli bizlar mushkulgamiz. Baq samon yo'q, baq desangiz o't yo'q, havo yog'maydi. Xeyli mushkulgamiz. Bizlar bexil nima yo'q, suv yo'q, tonkar yo'q, tonkarga taylasak, yomg'ir bunda yog'maydi, o't ham bunda yo'q, bunda sovuq. Qirov tushadi kechalikka, o't ko'karganni ham sovuq uradi. Xeyli mushkulgamiz bizlar. 1-2 yildan beri shundoq nima bo'ladi, mana shu biltir bu pullar qo'y tuyaydi. Qo'y to'yib yotaydi, mana bu ro'zlar desangiz bexil ozimiz nima? To'ymaydi, qo'y to'ymaydi, mana shu ro'zlar ketiramiz, avliga qamaymiz, bir sarishta beramiz, yana pas oldirib ketamiz. Shundoq